Hammaga assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari va kanalimizning ashaddiy obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Avval qishlog'ida chorva mol bozoriga keldik. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelganicha bugungi narx-navolar bilan tanishtirib, ko'rsatishga ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Buqalarimiz ham o'ta go'zallar. Gerifordlarni 800-700 kiloliklardan qismatli bitta buqamiz mana keldi. Bizni kuzatib borishdan to'xtamanglar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Qaysi bozorlarda qanaqa narx-navo? Biz vodiydamiz. Boshqa viloyatlarda narx-navolar qanaqa bo'lyapti? Shuni ham kommentariyada yozib bersalaring, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Qani bo'lmasa biz boshladik. Nech pul oldi bu? Bozordan qaytdi. Qanchadan qaytdi? 24 dan qaytibdi. Gerifordimiz. Aka qanchada? Assalomu alaykum. 85 million qilishdi. 85 million qilishdi. Zo'r boqib qo'yibsan buqalarni. Dehqonchilikmi bu? Yana bormi? Bo'ladi, qaranglar. Achelik. 26 ga 200 mana bu qani sotilibdi. Telefon nomer qoldiraylikmi aka? Sheriklari bor ekan u. 93lik 970 1444 akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Yana bor ekan xudo xolasa bunaqalarini. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Qancha deyapsiz bu qani? 60 million qilishdi. Ha, bu ham sizdan. 60 million qilishibdi. Qancha qilsa berib yuborasiz aka? Qo'shilsa beramiz. Qo'shilsa berib yuborasiz. Telefon nomer qoldiraylikmi? 533 90lik 1444. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Ozgina qo'ysalar ham berib yuborar ekan xudo xolasa. Qo'llar tiniq ekan xudo xolasa. Ko'rpuslari ham mana ko'rpuslarini ko'ringlar mana. Mana bunisi ham tayyor ekan xudo xolasa. Gerifordlarimiz bor. Uni uzunligini qarang. Bu limuzin shekilli menimcha adashmasam. Ha, limuzin ekan. Hozir. To'g'ri bitta savol uzra. Bu limuzinmi? Yo'q, limuzin emas. Qara, jaydarin gibrid aralashib ketganlaridan-ni. Limuzin emas ekan. Mana gibrid oqboshimiz. Geriford. Buqalarda semizi deysizmi, arig'i deysizmi, boqmasi deysizmi, hamma turidan bor ekan xudo xolasa. Bu buqamiz adashmasam savdo bo'lib sotildi. Ko'chatlar tarafga o'taylikchi. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Mana ikkovi. Qancha bo'lyapti? 55 million. Qanchaga kutilyapti? 58 bo'lsa oling. 58 bo'lsa, mana shu ikkovi savdo bo'lyapti ekan, oqolar bilan qora. Bering endi tog'a. Mana bu qolar yo'lda 58 ga ikkovini berib olaman deyapti, endi savdo bo'lyapti bu yerda. Yo'q, Hoji bobo. Men gapirdim mashlarda 53 million. Hoji bobo. Hoji bobo, men uni bering 55 million. Mata ayaqni tagida pul sanab oling. Mayli, olovsin. Ertaga $100 menga berib yuborasan. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Oylik ham tushmay, Ukrainada urush boshlagandan keyin oylik tushmay qo'ygan. Hoji bobo. Hoji bobo, men gapiradiganimni gapirdim. Hoji bobo. Hoji bobo 2 million pul gapirdim. 53 millionga qilisharkan ekan. Ketganman ma'lum narx pul Berardi 55 million. Ha, hozir bordan akatsam hech kim shaytonlashyapti-da. Hoji bobo. Ha. 55 ga berildi. Bo'ldi, baraka. Menga 53 ga beraman diyordingiz. Hatto bulardan 2 million pul.
Nima bo'lyapti? Mickey Mouse bo'shab ketibdi mana. Yaxshi yuvosh ekan ham. Bo'lmasa bozorda odam to'ntaqib tashlaydi. Bozorlar chaqqon sotilyapti, xudo xolasa qolarimiz. Aka qancha deyapsiz? 25 million so'm. Ko'chatlar mana, boqmalar. 22,5 o'sha savdo bo'libdi. Aka qancha deyapsiz? Assalomu alaykum. 20 million so'm mana. Boqmalar ham yana serob ekan, xudo xolasa. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Oval mol bozor, hafta kuniga shanba. Bu rossiyskiga chatishgan shekilli, assalomu alaykum. Sementalga chatishgan. Sementalga chatishgan. Ha, men boshini ko'rmabman-da. Hech bilyapsiz uni? Bu 35 deyapsiz, kami bor. 35 Bozor 27 qildi. 27 qildi. Ulardan bormi yana yo bitta qolasizmi? Nomer qoldiraylikmi aka? Yo sotilib ketadimi? Sotilib ketar aka. Ilohim barakasini bersin, sotilib ketsin, hop. Bu sigir ekan, novoz chiqqan. Ha, uyda boqayotgan shvedni mashinaga o'xshash. Shvedga bir so'raylikchi. Shved. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Qancha deyapsiz shvedni? 30 kami bor ekan. 30 kami bor. Jo'veslar qancha chiqadi? 500 ga borib qoladi. 550 plus ham deylik. Plus. Xo'sh. Telefon nomer qoldiraylikmi aka? Yo sotilib ketadimi? Ilohim sotilib ketsin. Bunda bitta xolos. Ha, sheriklari bo'lsa nomer qoldiring. 93lik 769 1929. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Bu sotilib ketsa boshqachalaridan bor ekan, xudo xolasa. Barakasini bersin aka. Mana. Sementarimiz mana bozor. Ular sotilibdimi yo qaytdimi? Sotilmadi. Sotilmadi, so'yamiz. Qancha deyapsiz aka buni? Nima deysiz, eshitmadi ovoz. 45 dan beraversa. 45 ta berishaverar ekan. 600 yon beridan tortilgan yo'q. Bitta xolosmi aka bundan? Bor Yana bormi? Telefon nomer qoldiraylik. Hozir beraverdim shekilli aka. Yo'q, sizdan oldim. Endi keldim men. 93lik 93lik 970 1444. Ha, 30 ta tayyori bor. Ha, serob ekan, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar akamizga. O'n turishini qaranglar ovoz. Dumbasa boribdi-ku. Endi ko'chatlar tarafga ham xudo xolasa o'tsak, bitta mana rossiyskiy parodalarimizdan ham bor ekan. To'qol variantlaridan. Aka qancha deyapsiz bu qamiz? 43 million kalasi. 43 million. Shved ekan nariga. 43 millionga berilmabdi mana. Qancha qilsa berib yuborasiz? Bu mana 45 dan teva bo'lsa kerak. 45 tevasida ish bitaveradi. Telefon nomeringiz. Ha, ayting, aytib beravering. Endi akam 99lik 99lik 053 053 0885. 0885. Ikkita qolosmi yana bormi? Shu ikkovi ekan. Xudo xolasa akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Bog'da sotilib ketdi. Ilohim sotilib ketsin. Sotilmasa aloqaga chiqib ish bitiraverasizlar. Ha, rahmat aka. Mana rossiyskilar nima deyapti? Rossiyskiy parodalarimizdan ham bor ekan, xudo xolasa. Qaysi savdo bo'lyapti? Mana bu chekkadagi qanchaga? 67 dan 67 dan taroziga 10 kilo skitkasi bilan. Bering. 67 dan 10 kilo skitkasi bilan. Sotaman borda. Nimaga hamma pulni beryapti? Bemalol.
dan 10 kilo skitkasi bilan taroziga. Mana shu buqani savdo bo'lyapti. Yaxshi so'da deyapman, sizga yomon nima? 5 kilo aytyapman aka, meni nimasi aytyapman? Bering, barakasini bersin. Bering. Yaqin olyapmiz. Bering. Berasizmi? Bering. O'ylamang aka. Bering. Ber, Ujon, ber. Qaytaroq kelib ketadigan keyin. Bering. Bering. 67 dan. O'zi avtobus olasiz o'zi. Boshqa gaplar. Otaverasiz bo'lsa. Siz tortib berasiz. Boshqa tortib olib chiqib ketasiz. Mana hozir boshini tarozga beraman dedi aka, shunga aytaman. O'libdin 60-70 ming tarozga. Yo'q, hozir. Ha, endi araga o'tyapmiz, jon aka. Faqat biz barqan olyapmiz, jon aka. Qo'y. Siz deb qolmiz, qanday yaxshi narx bo'lyapti. Bering. Altmış dan taroziga 10 kilo skitka. O'zi sotib oladi. Bering endi. Ajayimsiz, o'sha-ta. Ol baraka. Necha pul bo'lasiz? Necha pul bo'ladi? 67 dan. Mana buqamiz 67 mingdan taroziga 10 kilo skitkasi bilan savdo bo'ldi. Boqmay ekan, hali yana boqish kerak bular. Yaxshi bozorlarda qimmat emas, arzon emas, o'rta hol. Qaysi savdo bo'lyapti endi? Mana narigimi? Mana shuni savdo bo'lyapti. Beringlar aka. Aka bering. Qancha beryapsiz aka unga? 16,5 million. Yaxshi zo'r tindaqlarini bitta ishlov berish kerak ekan. Nimaga? Aka olyapti. Salonga boramiz. Ha, nima hali? Kosmetologmi nima deydi? Ilmdorga boramiz. Ha, muqamiz savdo bo'lyapti, xudo xolasa. Hozir ish bitib ketadi. Shved deysizmi? Xohlagan turlaridan bor ekan. Mana oq boshlar deysizlar. Boshqa bozorlarda bizni uzoq yaqindan kuzatayotganlar kommentariyada izohlarni qoldirib ketinglar. Boshqa bozorlar narx-navolar qanaqa bo'lyapti? Go'shtni narxi qancha? Bizda mana bir oy vaqt ichida oshdi to'g'risi go'sht 140 ming so'm bo'ldi kilosi. Mashta savdo bo'lyapti. Yotib berasizmi deb ketdi men ko'rdim. Qaysi savdo bo'lyapti? Mana alda sanga ham qara bu bozorda shunaqa deymiz. Mana to'rttasimi? Mana shu to'rtovsi qatorasiga savdo bo'lyapti. Qanoqlari yeganda o'zi ham. Necha pul qilishyapti ekan to'rovini? 84 million so'm. 20,5 dan to'g'ri kelyapti ekanda. 20,5 dan shved buqalarimiz ana savdo bo'lyapti. Nima bo'lyapti? 20 dan men. 84,5 dedingiz a? 80 21 dan ekan. Matematika aralashib ketyapti. Olasa oladi, olasiz soting 500 ming so'm beradi. 21 dan bo'lyapti. Endi 20 Ko'rdim, xo'p. yarim qo'shildi endi. Berasanmi deyapti-da u. Shu 500 ming o'tib bergan deyapsiz. 2 million. O bilaman 2 millionga bermasligini. Buqalar zo'r buqalar ekan. Mahkamatmisiz? Boshqa so'ramayman uni. 85 millionga baraka qiling. Mani ukalar 85 million. 21,5 bo'ldi. O'tib bering deb Sheragam so'rab, qara, menga qara. O'tib bering deb Sheragam so'radi dedi. Yo'q, menga desa 70 million so'radi.
Yo'q, sherakam turosiga o'tib ber, bo'ldi mol meniki dedi. Bo'ldi, muammo yo'q. Ertaga marg'ilonni sotaman. Sen uka, mobodo, mobodo. Sen 100 ming 200 ming farqiga borma. Bersa ol. Mobodo, uka. Yaxshi qo'largan aka, olmaydi. Yolg'on gapiraolmaydi. Undan hech ko'nglingiz to'qilsin. Umuman bir so'm pulga yolg'on gapirib sotilmaydi. Berayapti bo'lmasam. Uyingda ham bor, uyingda. O 5 ta oldiga Ey bola. Ey bola, bo'ldi, ko'p gap. 86 million pul bergan yaxshi bola. Ko'p gapirish kerak yo'q. 85 million bor. 85 million Mashibdan To'rov. 85 millionga Bersiz o'zimizga beramiz. savdo bo'lyapti. Berganingiz yo'q. O'tib ber, 21,5 dan. Bering. Ko'tarilsa olmaman. Boqmalar mana shunaqasi kerilyapti. Bu bozorga birinchi marta chiqishimiz. Ha, ko'ribsizlar. Yo'q, anundan To'rov. O, no sariqqacha. 5 ta oldilar. Bo'ldi, muammo yo'q. O'zim boqaman aka, mollar meni Savdo pishmadi. baqa qilmay olib kelavering bo'ldi. Muammo yo'q. Simentarimiz ham mana turib sotilib tushagini egalari yo'q. To'yning chopsa ol uka, mollar. Ko'chat taraflarga o'tsak, xudo xolasa. Kichkinalar ham serob edi. Ha, kichkina. Bozorlar yaxshi ancha chaqqon ekan bu yerda. Kechagi bozorga nisbatan bugun yaxshi qo'zg'alyapti. Kecha Oltiariq tumaniga borgan edik. Oltiariq tumanida bozor to'g'risi sotuvchilarga juda qiyin bo'ldi. Oluvchi kam bo'ldi. Bu yerda ham endi hozir yana bir vaqt kuzatsak bilamiz, xudo xolasa qanaqa bo'lyapti. Kattani Semizni, Boqmani bozori chaqqon yaxshi ketyapti. Bitta ko'chatlardan bir qator surishtirib ko'rsatib beramiz. Aka sizdanmi bular? Oxirigachami? 12 kami bor ekan. Qator ko'rsatib. O'shani taklif qilaman. 12 kami bor ekan. Aka telefon nomeri qoldiramiz. 91lik 123 1919. Bulardan yana bormi? Akamiz aloqaga chiqaverasizlar, Serob ekan xudo xolasa. Boqma va talada kuzgacha boqsangiz o'zi yemga tashlaveradigan bo'lib qoladi. Bu tarafda ham bunaqalardan Serob ekan. Bizni vodiydan, shu o'rtadan kuzatayotganlar, mana Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Oltiariq mol bozori. Hafta kuniga shanba. O'zlaring ham kelib bemalol mana shunday xarid qilishlaring ham mumkin. Qoldirgan nomerlarimizga aloqaga chiqishlaring ham mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, o'z izohlaringizni kommentariyada qoldirib, qo'llab-quvvatlasalaring biz iloji boricha vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab hamma bozorlarga borib, ko'rsatib, narx-navolar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.